qasrlar quramizmi? O'zimizga o'zimiz mana bu insofsiz hokimlarga o'xshab otning kallasiday mukofot pullari yozib olamizmi? Ey, senga mukofot puli nima kerak? Qani nimanga mukofot olasan ey inson? Nimanga mukofot olasan? Odamlar hayronman. Eri o'lgan xotinlar Rossiyaga ketyapti. 50-60 yashar xotinlar. Hech qachon o'zbek xalqi bu darajada xor bo'lmagan. Urush paytlari ham bunaqa bo'lmagan. U paytlar endi mayli. Kofir tuzum bo'lgan, mafkurasi boshqacha bo'lgan, mehnat qilsa shu yerda qilgan, mana shu yerda ish topib bergan raykomlar, raislar zovur qozdirgan, dalada yer haydatgan, qo'sh haydatgan, lekin musofir joylarga ayollarini yubormagan. Bizga uyat alpomishlarga. Ey hokimlar, ish o'rinini yaratsang bo'lmaydimi? Nima uchun mukofot olyapsanlar? Hurmatli prezident, sizning tashrifingizdan bir xayrli adolat kutyapti Surxondaryo ahli. Albatta siz ham buni e'tiborga olasiz va joyini ko'rsatib qo'yasiz bu hokimlarga, haddidan oshgan hokimlarga deb umid qilamiz.